Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Mana bu Sirdaryo Xitoy do'stlik bog'i mana ko'pchilik chetga kelib mana piknik qilib, aylanib, dam olib ketishadi, soy shalqalarda o'tirib, rasmlarga tushib, boshqa qilib dam olib ketishadi. Lekin bu yoqqa ko'p odamlar kiradi deb o'ylardik. Bilsak, mollar ham kirar ekan piknik qilgani. Ostidagi isbotlab ham ko'rsatib beraman. Ahvolni qaranglar. Buni mol ham unchalik qilmasa kerak, moldan battar ekan endi ahvolni qaranglar. Bu chetga kiryapsan, piknik qilyapsan, o'tiryapsan, yeyapsan, ichyapsan-da, lekin orqangdan ko'qini chiqarib ichib ketyapsan. Ichib ketayotgan degan gapimga ham isbot bor-da. Mana. Ichib ketgan. Mayli ovqatlangan, ichib ketgan. Shunaqa insonlarga videoni tashlab qo'yinglar, kirib yeb ichib orqangdan musorlaring tozalab ketgan. To'rki bitta bu yoqda, boshqa joyda ham shu ishni qilsang ham tozalab ketgan. Foydang tegmayaptimi? Ziyoning ham tegmasin. Oilaviy musor bo'lsa kerak, mana shunaqa musor qilib beradigan bo'lsa kerak. Oilar ishda kim o'tirgan bo'lsa ham agar mana kiraverishda mana bu musorlarni endi men o'zim tozalab olib qo'yaman. Mayli musor baklar bor mana, mayli musor bak bor. Shu olib tashib qo'yish qiyin bular uchun. Endi ichiga qo'ya olmasang, oldiga olib qo'yish mana qiyin bular uchun. Shu narsa sanlar uchun qiyin. Zapatlo ko'rgansan, yeb ichib ketgansan. Mana shunaqa sanlarni qilgan gunohingni mana savobini olaman-da. Mana. Ham musorlar tozalamaysan baribir. Mana shu videoni shunaqa bir insonlarga tashlab qo'yinglar, shunaqa harom insonlarga tashlab qo'yinglar, yetib borsin o'ziga. Hozir yeb ichib ketadiganlarga. Mana. Bu narsalarni qilish zavq emas. Prosta bu yerda samni onangdan ham, otangdan ham katta insonlar tozalab yuradi-da. O'shalarni sen ota-onang o'rniga qo'yib ko'rgin-da. Bu tozalab qo'yish zapatli emas mana. Tabiatni asranglar-da. Endi sen bunaqa mollarga ham tabiatdan jalqayib asramaysan ham tabiat. Uyingdan xuddi shunaqa ahvolda o'tirasanlar. Dasturxonni boshida yeysanlar, sanlar qo'yib ichasanlar. Mana shu videoni shunaqa insonlarga jo'natib qo'yinglar, yetib borsin, kommentariy yozib tarqatib tasanglar. Hammaga rahmat, charchamaylik.